Do'stlar, sizlar o'ylamanglar, bu sigaret emas. Ko'pchilik sigaret deb o'ylaydi, lekin bu davolovchi giyoh aka. Albatta. Tanishinglar, Otabek aka, tabib, sertifikatga, diplomga ega, 10 yillik tajribaga ega tabib. Mana shu narsani ixtiro qilgan ekanlar. Bundan 8 yil oldinmi, qancha? 8 yil oldin chiqargan. 8 yil oldin. Kuzatuvchilarimizga tushuncha bersak. Bu o'zi asli tegi 1,5 yil oldin eski tabobatda payg'ambar asosan shu qustni maqtaganlar, qust al-hindi degan, esda dardga davo deganlar. Uni tutatilsa, tomo burun angina viruslarni infeksiyalarni o'ldirish xususiyati bor edi. Endi men o'yladim, qanaqa tutatsam ekan buni deb. Keyin shu ko'rinishga keltirdim. Keyin buni o'zi tutatib yoqib baraq qo'yiladi. Keyin sigaret chaquvchilarga tavsiya qildim, chaqib ko'ring, yoki xumor qanaqa bosadimi yo'qmi deb. Keyin chaqib ko'rishdi, qarasa xumori bosyapti. Nikotin yo'q, tabak yo'q. Keyin 10 tadan oshiq qusdan tashqari 10 tadan oshiq yana giyohlar qo'shdim-da. Значит, 10 tadan oshiq giyohlar bor. Albatta, albatta. Значит, sigaret chekuvchilar ham bemalol chakib, sigaretni tashlamoqchi bo'lsa bo'ladi. Shu mizoj degan narsa bor. Uni mizojini to'g'rilaganmiz biz. Ustozlar bilan kelishib, ustozlar bilan birgalikda shu retseptni ko'rganmiz. Natija yaxshi berdi. Hattoki bir bemorlarimiz bor, bilsangiz, gulsga yopishtirib qo'yadi. Sahrni o'lchab turadi, bilasizmi? Yeganda ichganda. Da, yonida yuradi. O'shani bir chaktirib ko'rdim. 15 minutdan keyin tekshiryapti, 20 sahr 10 ga tushdi. Sahri bor odamlarga ham foyda. Albatta, albatta. Do'stlar, kimda sahri bo'lsa, iloji hech kim kasal bo'lmasin. Mana shu inson bizni o'ylab, shunchalik sahri bor odamlar va sigaret chekuvchi insonlar uchun mana shu ajoyib narsani shu sigaret ko'rinishda keltirgan ekanlar. Lekin menga yoqdi, juda zo'r. Do'stlar, agar kimga mana shu mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, biz Otabek aka bilan hamkorlikda ish boshladik. Ko'proq ob'yom olaman desanglar, Otabek aka o'zlariga murojaat qilaverasizlar. Agar 1 dona 2 dona oladigan bo'lsanglar, bizga murojaat qilsanglar, biz respublika bo'ylab va dunyo bo'ylab ham yetkazib beramiz. Boraman. Otabek aka biror bir gapingiz bo'lsa, bularga nima qilsangiz Instagram joylaymiz. Hop. Balg'am o'pka pnevmoniyalarga va COVID-dan kirasi yordam berdi-da bu. Koronavirus paytida COVID paytida rosa yordam berdi. Ya'ni o'shani asorat qolgan o'pka bilan, ya'ni sigaret tashlamayotgan odamlarda bo'ladi-ku, qiynalayotgan. Sahri bolalar ham hattoki sigaret chaqayotganlar bor. O'shani o'rniga mana shuni chaqib tursa, 3 soatdan 9 soatgacha xumor bosyapti. Bu paytda turgan ekanda. 15-20 minut vaqt ketadi, mana tugatasiz. Boydan beri chakib. Mana hozir qanchadan tugatasiz? Sigaretni 1 minutda tugatasiz. Buni 15-20 minut ketadi. Hozir endi hali yarimgacha borman. Sizgacha kelishdi. Da. Buni ichida o'sha filtrlari, o'sha ko'mirlari bor, filtrning o'zida. O'sha u to'sib qoladi, ya'ni tutun chiqadi. Lekin ular haqiqatan qondagi infeksiyani, nikotinlarni. Hozir menda yo'tal bor edi, menda o'sha bosildi. Nafas olishlar, astma degan hattoki rosa zo'r foyda beryapti lekin. Do'stlar, juda zo'r. Tabiiyki, agar ko'proq ob'yomda olaman degan mijozlar chiqib qolsa, tayyorlab olasizlar. Albatta, qilib olasizlar. Hamkorlikda ishlamoqchi bo'lganlar bemalol o'zlariga murojaat qilaveringlar. Raqamlarni qoldiraman. Ochiq o'zlarini ishlaverasizlar. Biz hozir bular bilan hamkorlikda boshladik. Donalab olmoqchi bo'lsanglar, biz sizlarga yetkazib beramiz. Bizlar kuzatishda davom etinglar. Otabek aka, tanishganimdan xursandman. Biz aloqadamiz.